hech kimga kerak emas psixologiyadagi 3 ta fakt. Odamlarga drama yoqadi, siqilish yoqadi, depressiya yoqadi. Ko'pchiligi depressiyada bo'lish, siqilish, azob chekib yurishni to yoqmaydi, balki ular kerakli energiyani o'sha yerdan oladi. Butun pop kultura, kinematografiya va ijod bilan bog'liq sohada depressiya kerak. Chunki realni ko'p ijodkor odamlarning kreativ potoki imенно stradать qilish, siqilishdan keladi. Buni yomon tarafi shundaki, odam qachonki shunaqa holatga bog'lanib qolsa, normalniy yaxshi ketayotgan hayotini ham, yaxshi munosabatlarini ham buzishga harakat qiladi, ya'ni ongsiz ravishda. Chunki unga nima kerak? Albatta drama kerak. Ikkinchisi, inson qachonki hayotida ma'lum bir sinovlardan, travmalardan o'tganidan keyin inson o'ziga quyidagi savollarni berishni boshlasa, masalan, nimaga o'zim bunaqa fikrlayman? Kim menga bunga ishonishni o'rgatdi? Nega bunaqa o'ylayapman? Bu fikr rostdan ham menikimi yoki boshqa insonnikimi degan savollarni berishni boshlasa, bu degani odamda metapoznaniya, metacognition degan skill paydo bo'layotgan bo'ladi. Bu juda ham kuchli skill, chunki odam prosta tak o'ylamaydi, u o'ylayotgan sistemasini buzatishni boshlaydi. Ya'ni tasavvur qiling, sizni miyangiz ishlaydi va siz yana shu miyangiz ishlayotganini o'zingiz yana kuzatishni boshlaysiz va keyin eng og'ir joy boshlanadi. Odam tushunib yetadiki, u shuncha payt ishongan fikrlari haqiqat emas, balki qo'rquv, travmalar, uyat, rad etilish tajribalaridan kelib chiqqan va shular asosida yozilgan ichki dastur ekanligini tushunib qoladi. Shundan keyin butun hayot haqidagi hamma illyuziyalari parchalanadi. Endi o'sha oldingidagi yashab bo'lmaydi, hayotda oldingidagi qabul qilib bo'lmaydi. Chunki siz matritsani o'zi ko'rib qoldingiz va endi uni ko'rmaslikka olmaysiz. Uchinchisi, o'rta yosh krizisi qanaqadir yangi narsa emas. Bu 20 yoshda boshlangan savollarni kechikkan davomi. Krizis o'zi 20 yoshda boshlanadi. Sizda men kimman, nima uchun yashayapman, meni hayotim bu o'zimmikinman, nima xohlayapman degan savollar paydo bo'ladi. Lekin sizda problemalaringiz, katta hayotga qadam qo'yayotganingiz ko'proq muhim bo'ladi. Harakat, ambitsiya, ajralish, sevish. Shuning uchun mana shu krizisni yashab o'tishga vaqtingiz bo'lmaydi. 30 yoshdan keyin esa odam jamiyat etgan narsalarga vроде почти erishgan bo'ladi. O'qishlarni bitirdingiz, ishlaysiz srednestatistiskiy ishda. Vроде sizga tashqi dunyo aytgan hamma narsani qilib qo'ydingiz. Keyin o'shanda savol boshlanadi. Xo'sh, endichi? Paradoks shundaki, odam ko'pincha nimadirga erishgandan keyin emas, balki nimaga yashayotganini tushunolmay qolayotgan paytda mana shunaqa ichidan o'sha krizisga tushishni boshlaydi. Va eng asosiysi bu nuqtada o'sish kerak, degradirovat qilish kerak emas. Ko'pincha mana shu katta pokoleniyadagi odamlar ichki olamni ostin-ustun bo'lib ketayotganidan qochib, juda ham katta xatolar qilishligi mumkin. Masalan, ichkilik, har xil zavisimliklar, ya'ni qaramliklar. Shuning uchun degradirovat qilish kerak emas, miyani o'stirish kerak. Farqi yo'q, necha yoshdasiz, 40 yoshdamisiz, 50 yoshdamisiz. Shunaqa gaplar.